Ana endi 92-chi misolga qaraydigan bo'lsak, y teng x kvadrat plus 6 x plus s funksiya grafik absisi o'qidan yuqorida yotadi. Yuqorida yotganligini qarab chiqadigan bo'lsak, bizda parabol shoxlar tipiga qaragan a ga qarab bilib bo'lyapmiz. Demak, parabol shoxlar tipiga qaraganligidan grafikimiz yuqorida yotadi debdi. Funksiya grafik absisi o'qidan yuqorida yotadigan mana bu shaklda o'tish kerak yoki mana bu shaklda o'tish kerak. Demak, mana shu holatda nima bo'lishi mumkin? Bizda faqatgina y0 ning qiymati qaraylik, 0 dan katta turibdi. y0 imiz 0 dan katta bo'lishi kerak. Xohlagan joyda o'tkazsak ham y0 0 dan katta bo'lishi kerak. Endi x0 ning qiymatiga aynan bog'liq x0 ning qiymati nima bo'lib turibdi? Minus 6 taqsim 2. Natijamiz minus 3 ga teng. Demak, parabolamiz mana nuqta turibdi. Minus 3 ta qanaqadir y0 ga teng. x0 ning qiymatini dastlabki shartga borib qo'yib, y0 ni hosil qilib 0 dan katta qilamiz. Demak, minus 3 ning kvadrati, minus 3 ning kvadrati qo'sharkanmiz 6 kara minus 3, minus 3. Soddalashtiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Plus s ning qiymati 0 dan katta. Soddalashtirsak minus 9, minus 18 plus s ning qiymati 0 dan katta bo'lsa, s katta 27 dan. 27 dan katta bo'lgan barcha qiymatlar qabul qilar. Demak, s'ni qanday qiymatlar deganda s'da 27 dan cheksizlikgacha. Endi mana bu 94-misolda ko'radigan bo'lsak, absisi o'qidan pastda yotadigan, buni ham ko'rib chiqamiz. Buni parabolasi, ya'ni a 0 dan kichkina bo'lgancha mana bu qiymatimiz parabol shoxlar pastga qarab qoladi. x0 ning qiymati o'qiydigan bo'lsa minus 5 taqsim 2a bo'ladigan bo'lsa minusdan 2 ko'paytirilgan 1 minus oldiga chiqarib yuboring. Natijamiz minusdan 2,5. Demak, buning qiymati minus 2,5 bo'lib mana holatda qolib ketar ekan. Yo'q, bu yerda minusga minus, mana bunisi minus bo'lsa, bunisi plus ketadi. Plusdan 2,5 bo'lib qolar ekan. Mana shu nuqtada qolib ketar ekan 2,5 imiz. Demak, bu nuqtada paraboladan, ya'ni absisi o'qidan parabola pastga yotishi kerak. Mana shu nuqtadan pastga qarab ketishimiz kerak. Y0 nuqtamiz demak, mana 0 dan pastga yotganligi uchun manfiy, y0 ni 0 dan kichkina qilib ishlasak yetarli ekan. Xo'p, 2,5 ta olamizni dastlabki holatga borib qo'yamiz. 2,5 kvadrati minusdan 6,25 plusdan 5 ko'paytirilgan 2,5 minus s ning qiymati 0 dan kichkina ekan. Endi qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, 6,25 dan mana buni qiymatimiz 12,5 hisoblaydigan bo'lsak, 6,25 musbatdan minus s ning qiymati kichkina 0 dan. 6,25 kichkina s dan ekan. Demak, 6,25 dan katta bo'lgan barcha qiymatlar qabul qilar ekan bizda. S ning qiymati masalan 7 degan qiymat topib ko'ramiz. S teng 7 bo'ladigan bo'lsa, buni qiymati minus x kvadrat plusdan 5x minusdan 7 degan bitta funksiya berilgan. Bunga x0 nuqtasini topamiz. x0 nuqtamiz nimaga teng? x0 nuqtamizni 2,5 deganini bilamiz. Ya'ni minus 1 taqsim 2 formuladan 2,5 ta borib qo'yadigan bo'lsak, 6,25 dan ayirib tashlaymiz 7,5 dan. Natijamiz 7 dan. Natijamiz 0,75 minusdan. Demak, bu holatimiz qanoatlantiryaptimi? Demak, bunda yechimimiz 6,25 dan kattalari degan yechim qanoatlantiradi. 96-misolda aytayaptiki, funksiyaning koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalari orqali hosil bo'lgan uchburchak yuzini toping deb. Demak, bizda bu funksiyamizni avval chizib olaylik. X, mana bu y, mana bu 0. 0 qiymat berganda minus 4 dan o'tganligi uchun 0 dan minus 4 dan o'tib turibdi va 2 minus 2 dan 0 dan o'tib turibdi. Demak, grafikimiz mana bu tarzda o'tib ketar ekan. Mana shunday tarzda o'tib ketgan. Minus 2 2 oralida. Orqali hosil qilingan uchburchak yuzi. Demak, bizda aytilyaptiki, funksiyaning koordinata o'qlari bilan kesishish, mana yerda kesishyapti. Kesishish nuqtalari orqali hosil qilingan uchburchak yuzi. Mana bu nuqta kesishish nuqtasi va mana nuqta kesishish nuqtalari. Uchburchagimiz mana shu yerda hosil bo'lyapti bizda. Mana uchburchakcha hosil bo'lyapti. Mana shu yerdagi uchburchakchani yuzi so'ralyapti xolos. Bizda 2 dan 2 gacha bo'lgan masofamiz 4, balandligimiz esa x0 ga bog'liq. x0 ning qiymati nimaga teng bo'lyapti? x0 ning qiymati 0 ga teng, y0 ning qiymati esa minus 4 ga teng. Demak, orasida masofa 4 bo'lsa, umumiy masofamiz 4. S uchburchakning yuzi teng 1 taqsim 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan ha. Ya'ni 4 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 4 ning o'zi. 4 ni 2 ga bo'lib o'rsak, 2 kara 4, demak 8 yuzaga teng qolar ekan.